Chöchek, ئېشەك مىنگەن پادىشاھ. Burun-burunda, muşu o'rinda. Kiygizdin bo'ri qimmat, o'rikdin g'o'ri qimmat. No'gaydin qapoq qimmat, qo'g'indin shapaq qimmat chog'larda bir podshoh o'tgan ekan. Kichigidin kambag'al oilada cho'ng bo'lib, tuyuqsiz omad qush qo'nib, bugungi kunga kelgan bu podshoh el yurtqa to'limi kuyindi ekan. Yurt xalqimi bu adil podshohning shapoyati ostida cho'ng-kichik, semiz-vijik deyishmay, bir-birining holiga yetib, inoq yashaydi ekan. Yoshlarning xushalligidan hamma tang bahramand bo'lsa, qarilarning qayg'usidan tang yosh to'kadi ekan. Podshohmi ularga shuncha ko'ngil bildi ekanki, 7 yoshdan 70 yoshgacha yo'run qashdan qarqashgacha bo'lgan jimi elning kiyim-kechak, yemak-ichmak odatidan tortib, baxt saodat, rohat farog'atgacha hammasidan tamoman xabardor ekan. Bir kuni atiganda podshoh doimlik odati bo'yicha 2 vazirni qubulga chaqirib, el yurtning hozirgi umum ahvoldan bir qur xabar tepibdi. Xalqning kun siri bayoshatlanayotgan turmush farog'atidan suyunibdi. Emgakchan xalqning aql parastligiga, g'ayrat shijoatiga obrin o'qibdi. Qubuldan keyin yolg'iz qolgan podshoh o'z-o'ziga: "Xon bo'ptiman bu elga, 15 bahor, 15 yoz. Kunda o'rda ichida o'tibdiman anglab soz. Nada elning turmushi anglabdiman vazirdan. O'zim bir rat el uchun o'tmabdiman jazirdan. Bugun yana bekorga o'ltirg'ucha taxtda. Ko'rib kelsam bo'lmamdi, xalqim qaysi baxtda." Dabduda el ichini xupyan aylanib, elning dardini anglab, ranjiga davo, hojatiga ravo bo'lishni ko'ngliga bukibdi. Atiganda podshoh ustidagi esil toj kimhobni almashtirib, hech kishiga to'ydirmay o'rnidan ayrilibdi. Beshiga paxtakrang xamda o'ralgan tangnidek cho'ng salla kiyib, uchisiga oq-qora yo'lliq uzun yekdak kiyib olgan podshoh endilikda bu yurtning xoniga emas, madrasa ustoziga o'xshab qolibdi. Hech kim uni tuniy olmabdi. Podshoh o'rnidan chiqib tunji bo'lib, eshak yetlab ketayotgan bir 'tinchi buvayni uchirtibdi. Chiroyi guldek qo'rilib, soqili qordek oqargan 'tinchi buvay podshohga yenik egilib, illiq salom qildi. Podshoh 'tinchi buvayning salomini illik oldi. Uning shuncha qerib, mukchib kesimi, yashinib qolganiga qaramay, tinimsiz ishlayotganligidan mamnun bo'ldi. Xalqning turmush ahvolini egallash maqsadida uningdan: "Qerib qopsan jon bova, nadin kelding shu topda? Aram olsang bo'lmamdu, qoq bo'lg'icha optopda. Nima hojat, nimang yo'q? Eta bova kimingni? Davo bo'lay dardingga, ravo qilay himingni?" deb so'rabdi. Va yektikining qo'yun yochiqidan bir necha tillarni ilib, 'tinchi buvayga sunibdi. 'tinchi buvay yerim yo'lda uchratgan bu notanish kishining sababsizli o'ziga yordam qilmoqchi bo'lganidan hayronlik his qilib, podshohning ko'nglini qaytaribdi. "Lozim emas pulingiz, hech nimadan g'amim yo'q. Rost qeridim yoshlardan, shijoatda kemim yo'q. Turmushimiz bak obdan, yo'qdir azob ahimiz. Kundan kunga beyidoq, adil bo'lg'ash shoimiz. Chin dilimdan tashakkur bu zamonning xoniga. Yashab ketsin 10 ming yil, jon qo'shilib jiniga" deb yo'liga ravon bo'lishga tamshilibdi.
o'tinchi buvayning so'zidan xalqning tulib tashqan jasoratini, xotirjam turmush sharoitini his qilgan podshoh o'z xalqidan cheksiz faxrlanibdi. O'tinchi buvayga bundoq ochiqdan ochiq pul pichak bersa, olg'il unmaydiganligini pamlab, darhol o'tinchi buvayga debdi. Qoldim buva piyoda, setib bersang eshakni, davom qilsam yo'limni, besib narsa kerakni. Boshqa eshak ilg'ol, heli buva shahardan, bo'lsin menga yordaming, safar quchay safardan. Padişahның o'ziga yelinib yalvurishlaridan xijil bo'lgan o'tinchi buvay podshohga eshikini setib berishga qo'shilibdi. O'tinchi buvaydan eshakni maqsadlik holda qimmat bahoda setib olib, bir tarafdan o'tinchi buvayga yordam qilish maqsadiga yetib, yana bir tarafdan safarning o'ngishli bo'lishiga mungdash hamrohga ega bo'lgan podshoh bir chammada ikki paxtak soqqanligidan qattiq xushal bo'lib, o'tinchi buvay bilan xo'shlashib, safarini davomlashtiribdi. Padişah o'tinchi buvaydan setib olgan qora eshakka minib, nurg'un yurt mahallarni arlabdi. Taq davollarni chorlabdi. Nagila barmasin, xalqning holini so'rabdi. Ojiz miskinlarning munga mung bo'pti. Yetim o'g'il, yetim qizning haqqini yeydigan. Bu jahon bizning deydigan jazoni xor baylarning, parxor paglarning taksini berib bablabdi. Padişah mushu holda yurt aylanib, bir mahalning do'qmishiga kelsa, yog'och agunlik, qiz qo'ylar ichidan bir kichik qizchaqning zar-zar yig'lagan ovozi anglanibdi. Padişah o'yla ichiga kirib qarsa, 10 yoshlar chavisidagi bir qiz ishik bo'siqisida o'ltirib, öksib yig'layotgan ekan. Padişah bu qizchaqning samandagi sarg'aygan mag'zini, tamdek tatargan lavlarini ko'rib, bir shumliqni his qilib, elqi qizdan so'rabdi. Nima bo'lding, o'z qizim? Buncha yig'lab ketgili. Chiqmadimi birari? Hal munga yetgili. Naga ketdi boshqalar? Bo'zaq qildi seni kim? Ta qizim ahvolni to'rib olmay amdi jim. Qizchaq podshohning so'zini anglab, texim o'kirab yig'labdi. Podshoh qizchaqqa ich og'irtib, uning beshini silab, bag'riga besibdi. Otliq mehriga qanmagan bu kichik ma'sumiga hayotlikning illiqligini qaytadan his qildiribdi. Padişahның o'ziga ota-onasidek kuyinganligidan ta'sirlangan qiz ayni ahvolni podshohga bayon qilibdi. Yurtimizda bir boy bor, ismi uning Qosim Tas. Ishlar edi jon dadam, Qosim Tasga qishmi yoz. Qoldi onam og'rib, tushibdikan o'tki tosh. Pul bo'lmag'ach to'g'riga, qamga pattoq, qatta bosh. Barg'an edi jon dadam, Qosim boydan pul so'rab. Turgan ekan shu chog'da, Qosim boymo bak sho'rab. Ko'zlarini alaytib, debdi shu an Qosim boy. Nima ekan yil to'shmay, 1 yil degan 12 oy. Naga borsang, bor abdal. Biz kelishgan 1 yil deb. 11 oyda haq elish. Ahmiqona quruq gap. Yo'q banada pisiq boy. Haq bermabdi dadamga. O'ylang yurak chidamdi. Doğru qilmay anamga. Qosim boyga yolvurib, dadam haqni ber debdi. Takalishib, ittirishib, Qosim piqsiq bermabdi. Shunda qilib ikkisi qapti urush jidalga. Keyin Qosim xiqrab, yuz tutibdi ajalga.
Shu sababdan dadamni kishan silib bo'yniga ilib ketdi besh chirik bek o'ltirgan o'yliga. O'ltirgandan bu joyda o'ylab kesal anamni qutqizolmas hech kishi bek qulidan dadamni. Qizchaqning so'zini anglab podshoh g'azabdan titrab ketibdi. Yana kelib o'z hukmronlik qilayotgan bu zamonda yuz berayotgan o'z qulqi bilan xabardor bo'lib, o'z ko'zi bilan ko'rgan bu nohaqchilikka chidab tura olmagan podshoh ikki vazirning har qatim adolat to'g'risida sungan ma'lumotlarga cheksiz nafrat o'qibdi. Ko'ngilga aytgan kichik bola rost gap qiladi degan haqiqatni yana bir qatim tushunib qizchaqa debdi. Xotirjam bo'l dadangni qutqizishga o'zim bor. Men bor yerda odillik, oq ko'ngillar bo'lmas xor. Jur anangning qishig'a qizim billa kirayli. Saqlaydi u cho'qim. Biz tasalli berayli. Yurt begining zolimligidan xabarsiz bu kishining o'ziga yordam qilmoqchi bo'lganligini his qilgan qizchaq bu oq ko'ngil shafaatchining biror xiyim xatarga yo'liqishidan ansirab podshohga debdi. Siz bilmaysiz jon bova, yurt begimiz bek zolim. Kim uningga pul bersa, bular anga mulozim. O'zi birdan bir jonda, bo'lmasala 15i tankilolmas uningga. Bu iqlimda hech kishi. Qizchaq shundoq deginicha podshoh bilan ya ananing qishig'iga kirishga, ya dadasining yeniga berishga qo'shilmabdi. Podshohning barliq talablarini rad qildi. Amdilikda podshoh qizchaqqa ayni ahvolni aytib, o'zining bundaq bagdan necha 10 mingni bo'ysundirdigan podshoh ekanligini oshkorlamasa, bu da'voni adil bir talab qilib, qizchaqning begunoh dadasini qutqizishi qiyinga tushadiganligini pamlab, o'zining asli salohiyatini oshkorlabdi. Bir osh pishim hal mung-paring qaynab, bozordek qizigan o'ylichi qaynoq qozonga so'g'oq suv quygandek jimib ketibdi. Qizchaq chöcheklarni anglagan podshohlarning shahoniy kiyinishi bilan ko'z oldidagi beshig'i salla, uchsi uzun yektak kiygan. Uning ustiga hech qanday taqdirvonda o'ltirmay, eshak minib olgan bu kishini ko'nglida qattiq sedish turibdi. Uning podshoh ekanligiga asla ishonmabdi. Men ko'rgan xon podshoh yurmassizdek eshaklik. Bardir uning kimhobi, juldur bezaklik. Qishingizda bo'lmasa, biror lashkar vaziringiz, ya bo'lmasa bu yoqda xon keldi deb xabaringiz. Qarang buva turqingiz, yo'qdir shohliq salobat. Bu turqda bak sizga qilmas hargiz itoat. Podshoh qizchaqning so'zini anglab, qaqoqlab kulib ketibdi. Uning chichan zirahligiga bargallah etib, o'zining xalq muhrini ko'rsatib, uning rostilla podshoh ekanligini isbotlabdi. Ko'z oldidagi bu oq ko'ngil kishining rostilla podshoh ekanligini bilgan qizchaq qo'rqqanidan qattiq huduqib ketibdi. Padişah qizchaqning yo'l boshlashi bilan yomilg'i berib, uning dadasini qutuldiribyapti. Anasini davolatib, baxtlik bu oilani qaytadan jam qilibdi. Yilqi parxo'r osh ko'sbakni mansibidan ilib tashlab, xalqning holiga yetibdi. O'zining adilligini xalq olamga yana bir qatim namoyon qilibdi. Keyin podshoh sabrini yana davomlashtirdimi yo'q, bunisi noma'lum.